Hamma yig'ildingmi bugun majlismi? Birinchi kursliging uchun yurdimmi? Rosti basharang yo'q. Biz ham birinchi kursli paytimiz akalardan kalta yeganmiz. Sizlar ham 4-kurs bo'lsa, birinchi kurslar tarbiyalaysanlar. Bor hojatxonani tozala. Hamma yig'ildingmi sizlar bilan bugun majlis qilib bo'lmaydi sizlar bilan. Hamma hozir borib borka qilasan, tushundilaringmi? Borka? Tarqatamiz mana. Billa qilamiz. Yuringlar, qarab tursanglar bo'ldi, men o'zim qilaman. Bo'ldi, tayyormisizlar? Boshladi. Tayyormisizlar? Boshladi. Mana qilsam zo'r chiqadi, bolalar, davay. Nima qos? Va, mujek. Bu bolalarni urib bo'lmaydi. Mingtalak to'plashi, qoshimni olib tashlayman. Nima qo'ysanlar? Lekin bularni urmasa bo'lmaydi. Kellaring yoqim to'ylarim. Tushunmadim. Bir gapga ishlatib olsam, yo'qolib chiqdi. Ay, ustoz bilib qoldi-yu, o'rtoq ketdi endi foydasi yo'q, yur. Ustoz meni bilmovdi. O'qidingmi o'zi mavzuni? To'g'risini aytsam, ustoz, kecha Shodiyor bilan PlayStation deydi. Ikkalamiz ham o'qimadik. Ikkalamizning nomimizdan ham uzr so'rayman. Ikkalangga ham 2. Ko'rdingmi, ikki to'r bo'ladi. Alo dada, Umid bilan birgalashib tur oldik. Rahmat. Ertaga hamma 50 mingdan remontga pul olib kellaring, tushundingmi? Shular haqlikka chidamayman-da, ustoz. Shodiyor sindirgan doska unaqa qimmat emas. 20 mingdan yig'sak ham yetadi. Men pol remontiga aytuvdim-ku. Doska sindirdingmi, Shodiyor? Doska sindirganingni aytmovding, jinnivoy. Sallaga ishonganim shu bo'ldimi? Bo'ldi, ustoz. O'rtoqlarim maktabda orqasida chakkan sigaretlar hamma musorlarni tozalab keldim, mana. Men sochini o'stirganiga urishatdim. Sigaret chekdilaringmi? Ha, o'zi bir marta chakdi o'tdi. Qolgan payt polni koridorda chekamiz. Koridorda ham sigaret chekkanmisanlar? Endi ustoz xonada chakishga zapret qo'ygandan keyin qayerda chakaylik? Xonada ham chekkanmisanlar? Hammang ota-onang bilan keyin hay deyman. Dato hammamiz bitta qilib sevishimizni aytmadim, jinnivoylar. Men yangi mashina oldim. Birinchi bo'lib do'stlarim tabriklashdi. Bular meni bolalikdagi do'stlarim. Men buni kim tanimadim. Mashina olishga endi yaqin bo'lamiz. Qayerga boramiz, oyi? Magazinga? Mashinang bo'lsa, onang seni hamma joyga sudrab yuradi, maqtanish uchun. To'xta. Hozir qo'shnilar chiqadi, mashinangni ko'rsang keyin yuramiz. Shoshilyotdik-ku. Shoshma, ko'rsang keyin yuramiz dedi. Oyi, ketamizmi? Jim turgin, nima hech kim chiqmayapti, nima o'lib qolganmi hammasi? Mashinang qani? Parkovkaga qo'yib keldim. Nimaga parkovkaga qo'yasan? Maktabga qo'y, hamma ko'rsin, qo'shni ko'rsin, qarindoshlar ko'rsin. Borabke. Nega qara? Salafarini nimaga yulding? Bir hafta bo'ldi-ku. Voy, men hali mahalladagi kampirlar gruppasiga video tashlashga ulgurmagandim. Mashina oldingmi? Endi hamma do'stlaringni uyga olib borib qo'yishing kerak. Mana shu yoqqa tashlab ket. Keldik, tush. Yur. Haqqa yuraman, o'yin oldiga keldik-ku. Ichkariga olib kirib qo'y. Tush! Vaqt o'tib mashinada sezilarli xarajatlar boshlanadi. Mashinang qani? Mashina ham bitta oila ekan. O'ziga yarasha xarajatlari bor ekan. O'shanga hozir shunday yuribman. Mashinadan daromad olishga nima deysan? Qanaq? Yandex Prodan ro'yxatdan o'tishing mumkin. Keyin u yoqda qancha daromad qilishim mumkin? Kuniga 557 ming so'mgacha daromad olishing mumkin. Vau, rost ekansan. Va eng asosiysi taksi haydashni o'zingizga qulay vaqtda amalga oshirishingiz mumkin, ha? Rostdan. Ha, endi men ham taksi qilaman. Bo'sh paytimda esa do'stlarimni uyiga olib borib qo'yaman. Nimaga yo'q deya olmayman, bilasizmi? Agar yo'q deb qolsam, o'rtoqlar, bugun o'zingizlar uyga ketaveringlar. Men ozgina dam olay. Endi mashina oldim deb o'rtoqlar chopish kerak-da. Ketalib ketibsan sizlar. Qo'y, boring. Bizga shalkami shu. Olib borib qo'ysang bo'lardi. Kulvorma, sovchilikka keldik. Endi sayolg'on gapirsang kulmay bo'lmaydi. Qaynating. Assalomu alaykum. Qizingizni yaxshi ko'raman. O'rtog'ingizni men kulyapti. Kasal bo'lgan kulgi maniya degan. Ayting, kulmasin, sal jiddiyroq bo'lsin. Qizingizni baxtli qilaman. Ichmayman. Chakmayman. Qizlar bilan umuman gaplashmaganman. Turlaring, sanlarga beradigan qizim yo'q. Ishga kirmoqchi edim. Bundan oldingi ishingizdan nima sababdan ketgansiz? O'z xohishim bilan ketganman. Sizni qanaqa yaxshi fazilatlaringiz bor? Men ishga vaqtida kelaman. Ishga juda ham mas'uliyatliman. Borgan joyimda toshday qochishga harakat qilaman. Ana o'rtog'ingizni mazasi bo'lmayapti, suv beravering. Rahmat. Keyin men kompaniyaga juda ham sodiqman.
Tashqarida bo'ladi. Qarang, ana bizda bo'sh ish o'rni yo'q ekan. Uzr-a. Ana endi jim turasan, tushundingmi? Yaxshi keldingizmi? Seni juda sog'indim. Tez kunlarda sovchimni yuboraman. To'yimiz bo'ladi. Farzandlarimiz bo'ladi. Menga vafodor bo'lasanmi? Men doim sizni sevganman, boshqasiga qayrilib ham qaramaganman. Ko'roningdan yana soqolingni olmay keldingmi? Ha, bu gap faqat men eshitaman, chunki sinfda soqoli bor yagona katta bola bo'man. O'rtoqlarim o'zidan 1-2 yosh kichkina detskiy qizlar bilan yurgan paytda men o'sha katta opalardan sovg'a olishni boshlaganman. Nima gap 05? Ushla deysiz-ki, qanday kalta qo'rqma. Assalomu alaykum, akajon, yaxshimisiz? Sen aka dedimi, yoshimiz teng-ku. Soqolli kuchida, ukam. Hozir chiqar. Ishkallada ham bolalarga polni o'zim turib berardim. Ustoz uzr bilan sal tortishib qoldik-da. Bo'ldi, maktabingga borlaring, brachkalarga o'zim tushuntirib qo'yaman. Men ustoz deb o'yladi. Ey, o'rtoq. Men bilan yurma, ota bolada o'ylashadi, yo'qol. Maktabdagi bolalar bilan chiqish olmay, oxiri o'qituvchilar krugiga qo'shilib oldim. Qachon endi choyxona? 6 kun o'tgan choyxona oldik. Bo'ldi, o'taman. Mana vaqt o'tib o'ylandim. Bolaman bor. Qizim bitta qicholi. Sizga baribir bormaydi, soqolingiz bor, suqiladi. Soqolli muammosi ham boshlandi. Lekin soqolli yaxshi parvarish qilgan inson uni qanaqa olishni ham bilishi kerak. Va men o'z yuzimni doim Dorkoga ishonaman. Yuzi tirnamaydi, silliq qoladi, juda ham qulay. Ertaga sizni kosmetologga boraman. Men yengil tabiat bolalar boradigan joyga bormayman, yo'qol. Zato chiroyli bo'lasiz. Mana, 30 tunaski har kuni bitta-bittadan kiyasiz, kiyganingizni tashlab oling. Onasini emsinman, bitirishda kibrga berilib ketib qolaman-ku, Zebo. Men yog'i uyda damashni topib chiqib yurasiz. Zebo, men bunaqa shohona hayotga arzimayman-ku. Ertaga sizga pijama olib kelaman. Bo'ldi. Sen meni bakteriyali hayotimga yomon ta'sir qo'ysan. Oshga borsam, o'rtoqlarim bilan ko'rsam, qo'llarim yumshoq, men xizarey deyishyapti. Qani ishlatishga har xil kremlar olib keldim. Men hayotimda faqat bir marta krem ishlatganman. Soqol oladigan kremmi? Yo'q, tufliga jigarrang krem. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie. Necha kishi yig'ilamiz o'zdachaga? 14 ta bo'ldik, kelyapsanmi? Kayf 14 kishi. 14 kishi dacha kishi bo'lsa kerak. 10 kishi qoldik. 4 kishichi. Bormas ekan. Chiqsa yo'lda to'xtab o'tamiz, kontra. Uzunmi jinnisi bor ekan, 10 kishiga qancha oling? O'sha 8 kishi qoldik-da. 2 kishimi? Yo'l uzoqlik. Mayli, unda kontr bosamiz. Bolalar hisoblab chiqdim, go'sht, piyoz, u xullas 8 kishiga 200 ming yig'sa bozorda ideal bo'lar ekan. Sen bilan qo'shib hisoblaganda 5 kishi qoldik. Qolgan 3 kishichi. Pulni eshitib ketyapti ular. Chiqsa yo'q, 5 kishi bilan ham dacha ideal bo'ladi. Ko'ngilni cho'ktirmaylar. 4 kishi bilan ham chotki bo'ladi. Mana dachani egasi. 2 million qolgan, bersanglar. 2 million qolibdi. 4 ga bo'lsa 500 mingdan tushadi, ha? Ana 2 millionni eshitib ketib qoldi ular. Chiqsa yo'q, do'stim, ko'ngilni cho'ktirma. Ikkalamiz bilan ham chotki bilyard o'ynab dam olsa bo'ladi. Odam podam masaga azallar. Ha dada, yuribmiz-da, mana rossiyalarga ishlab. Nima gap o'zi? 27-da to'yingni belgiladik. Meni nima xabarim yo'q? Mana aytayapman-ku. Qiz kim o'zi? Bilmasam, onang topgan kelsang ko'rarsan. Men qanaqa ko'r... Yana to'ying kuni kelib o'tirma, hay, ertaroq kel bir. Yo'ngni po'nib, tovon-povaning qirib olarsan. Mayli bo'pti. Ko'rmagan qizimga qanaqa o'ylanaman? O'g'lim, kelin, yashayotganlarga 5 yil bo'ldi. Qachon turmush qurasizlar? Biz hali katta hayotga tayyor emas edik. Da odam yashab ko'rmaguncha bir-birini bilmas ekanda, bir-birimizdan kamchiligini to'rib, bir-birimizni o'rganib, bilganimizdan keyin ana to'y qilib turmush qilsak bo'ladi. Ha, mayli. Bu bolalaring qayerda, nevaralar? Past o'ynashyapti. Qanchalik o'ynashga ketishidan. Bu kishilar oldiga bora qolaman. Hayot shashirtirib zaten. Qatdan kelsiz? Bog'chada. Nima borudingiz? Qizimizni olgani? Qizimiz qani? Ko'chada qovun sotyapti. Shunga chalg'ib qizni qoldirib kelman. Qovun qani? Bog'chada qolib ketib. Bitta zapravka qo'yaylik-a. Как раз tualetga kirib chiqaman. Xo'p. Bo'ldimi aka? Rahmat. Man.
Umid aka! Bo'ydoqlar shunaqa yostiqni quchoqlab yotadi-da. Hamma xotinim bor-ku. Xotinim? Bu xotirangiz yo'qligi kimdan yuqqan? Oyingizdanmi? Oyimdan o'tgan. Onam deganda ertalab uyda kaltini berish esimdan chiqibdi. Sani xotiring joyidami? Uzroy esimdan chiqib qolib tos kalitni beraman. Kalitni ertalab tashlab ketgansan. Menda kalit. Senga grill etuvdim. Qachon olib kelasan? Qachon bular grillni? Keta qolaylik Zebo. Ketdimi? Hech narsa esingizdan chiqib qolmadi? To'poyga chiqarma, muhim narsalar esimdan chiqmaydi. Pul, pasport, viza karta, chamadon. Bo'lamizchi? Videoni boshida bog'chada qolib ketdi-yu. Ha. O'shandan keyin olmadim.